Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun sizlar bilan qatiq o'tib ko'ramiz. Домашний, shirin va ishonchli bo'lib chiqadi. Jo'mchaga 1 litr sutimizni quyib, bir marta qaynatib olamiz. Bir marta qaynab chiqsa, o'zi yetadi. Mana shunaqa qilib qaynab chiqqanda gazimizni o'chiramiz va sovutishga olib qo'yamiz. Juda ham sovib ketmaslik kerak. Iliqdan ozgina issiqroq bo'lishi kerak. Men 2 ta qatiq qo'shganman. Mana shundan va mana bundan qo'shdim. Siz o'zingizga yoqqan qatiqdan bittasini qo'shsangiz bo'ladi. Mugadan plain desangiz, shakar qo'shilmagan, shakarsiz qatiq hisoblanadi. 1 litr sutga men 1 piyola qatiq solib, qatig'imizga ozgina sut solib, yaxshilab aralashtirib, oxirida hamma massasini bitta solamiz. Qatig'imizni sutga solib, yaxshilab aralashtirib, qopqog'ini bekitgach, mana shunaqa sochiqqa yaxshilab o'rab olib qo'yamiz. 4-5 soat tursa, o'zi qatig'imiz tayyor bo'ladi va men xolodilnikka qo'yib qo'yaman. 1 sutka turgach, ertalab iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, like, kommentariy kutaman.